Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, kimki safarga otlansa, achchiq bodom daraxtidan qilingan bir asoni qo'liga olib, Qasas surasining 22-28 oyatlarini o'qib olib, so'ng jo'nab ketsa, Alloh uni 72 farishta bilan qo'riqlab qo'yadi. Bu safarida hamroh qiladi. Ular to uyiga qaytib kelguncha birga bo'lib har xil jin, ins va vahshiy hayvonlardan qo'riqchilik qiladilar. Hatto zaharli jonzotlar ham chaqa olmaydilar. Qaroqchi va o'g'rilar zarar qila olmaydilar. Ayniqsa jin va shaytonlar unga yaqin kela olmaydilar. Shu safarda biror dushman hamla qilishi kutilayotgan bo'lsa, undan emin bo'ladi. Endi ba'zilar buni safarga chiqib bo'lgach bilib qoladilar. Ular ushbu safarida o'qib Allohdan panoh tilasa, Alloh o'zi hofizdir. Har kuni xatarli yo'llarga chiquvchi kishi o'qib olsa, bu xatarlardan omonda qaytadi. Inshaalloh taolo.